quloqlilar, sizlarga ajoyib savolim bor. Mana shu ko'rib turgan daraxtlaringni ekilganiga necha yil bo'ldi deb o'ylaysizlar? Aniqini topgan odamga Abdumtal akam kapasi 100 ming so'm pul tashlab beradilar. Yo. Nima yana men to'g'rilayapsiz 100 ming so'm? O'zi rasmidan to'layotgan bo'lsa. Nima bo'pti? Obunachilarga ham savol berib turish kerak. Obunachilar deysiz, ba'zi bir obunachilar xafa qilyapti meni. Hayla bir kunda 2-3 tadan reklama oladigan bo'lsan qo'lkala. Qarang, bitta stosil yozib chiqaman-da, o'shani ham yozishyapti, bitta futbolkada chiqyapsiz deb. Hozir 100 ming so'm kartasini tashlab beramanmi hozir? Bo'pti, mayli, qo'lkala aytganini qilaman. Mana shu ko'rib turgan qo'lkala aytgan bo'lsa daraxtni ekilganiga necha yil bo'lganini topsalar 100 ming so'm tashlab beraman. Xursandmiz qo'lkala? Ana xursandmisiz? Bo'ldi, qo'lkala xursand ekan, qo'lkala boring endi men ishimni qilay boring. Mikrofonni o'chiraysiz chiqmadi. Toshloqlar sizlarga ajoyib joy topayman arendaga. Yo'lni betida. Toshloqni qattiq yo'llar uchun Toshloq tumani Quyibeshib Aqshayda ko'rib turgan joylar mana mana shu yerda arendaga berib yuboraman deyapti do'stlar. Ichkariga shunday kirsangiz mana katta mana uzun joylari ko'ryapsiz. Ba'da alohida mana bitta xonasi bor deyapti. Ba'da hojatxonalarigacha bor. Mana shu joylarni arendaga beraman deyapti. Qaylar do'stlar? Mana shu ko'rib turgan narsalar hammasi olib chiqib ketiladi. Yo'q, o'zimiz remont qilaman desana, o'zinglar remont qilib berasizlar. Yo'q, sana ular remontini ham qilib berishadi. Xolos 5 yilga ijaraga oling, xolos 1 yilga oling, 10 yilga oling. Ijaraga qilib beraman deyapti. Ustaxonaga ham tayyor, yo'lni betida yamalagacha qilib bergan. Xolos remontini ham qilib beraman deyapti. Xolos deyapti, shunday narsalarni olib chiqib ketaman deyapti. Do'stlar, bunaqasi bo'lmagan. Mana shu videoda usta akalarga srochniy tashing, arenaga joy yo'qda qo'ygan. Xolos oziq-ovqat qiling, xolos magazin qiling, xolos kiyim-kechak magazin qiling, remont qilib, hozir boshqa joylar qiling. Hayla do'stlar, ko'rib turgan joylar beriladi. Lokatsiyaga keladigan bo'lsa, sizlarga Quyibeshda aytib o'tib ketdim. Turida bilasizlar, Zarkin to'ydan tashqari taraf ketganlaringda o'sha ko'rib turgan 10 qo'l joylar bo'ladi. Bag'i 8-maktabdan kelganlaringda kuri yetmasdan chap qo'llaringda o'sha joy bo'ladi. Pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar, mana shu videoda srochniy arenaga joy yo'qda qo'ygan. Do'stlarga tashab qo'yinglar. Sog' bo'linglar.